Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Ko'pchilikda bo'layotgan muammo bu. Mana qaranglar, jo'jachamiz. Jo'jachamizni axlati mana shunday bo'lib suyuq kelib, nobud bo'lib qolaveradi. Sababi hozir men sizlarga qanaqangi dorilar qo'shib berishni hozir tushuntirib, ko'rsatib bermoqchiman. Faqat sizlardan bor-yo'q kommentariy yozib qo'yib, bitta like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Mana shu ko'rinishda, mana qaranglar, ko'pchilikda bo'ladi bu. Hamma misol uchun jo'ja ochirgandan keyin mana shunaqangi ahvolga tushadi. Hozir endi qaranglar. Yarim litr suv olasizlar. Yarim litr suvga mana bittasi qo'shiladi. Bu o'zi aslida O'zbekistondan chiqar ekan. Otini yodlab olsalaring. O'zi bu nima deganlarga bu yosh bolalarga beradigan-da, boya yosh bolalarni ichib ketganda beradigan parashogi. Shunga endi mana qo'shamiz. Misol uchun yarim litr suvga bittasini qo'shib beramiz. Parashog'imizni. Qaranglar. Xuddi unday bo'ladi bu. Hozir mana sekin-sekin tagiga tushyapti. Keyin yaxshilab qoshiq bilan aralashtirib olasizlar. Hozir yaxshilab ochib oling. Mana qaranglar, yaxshilab ochib oldim. Buni endi yaxshilab aralashtirib olasizlar. Mana xuddi mana bunday xira suv bo'lib qoladi. Yarim litrga mana shunaqangi doridan bittani qo'shamiz. Keyin sizga krishkasini yopamiz. Krishkasini yopdik, endi ichiga qo'yib qo'yamiz. Buni jo'jalarimiz keyin iste'mol qiladi, ichadi. Ichgandan keyin sizga xudo xolasa jo'jalarimiz sog'lom bo'ladi keyin. Hozir mana bu kakras axlati ketganda ushlab turib kamini ichqizib qo'yamiz. Axlati ketganda kamini ichqizib qo'yish kerak o'zi. Ichmasa shpris bilan bersalaring ham bo'laveradi. Boyagi jo'jalarimizni ichib ketgan jo'jalarni bundan ham bersalaring bo'laveradi. Misol uchun yarim litr 1 litr suvga 2 ta 3 tasini qo'shib bersalaring ham bo'laveradi. Shunday qilib